Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga klass Arion chulogi keldi. Klass Arion chulogi. Mana ko'rsanglar bo'ladi. Shuni xudo xolasa svarka qilatdik. Mana bunaqa bo'lib yorilib ketgan, qaranglar. Mashag'i ham yorilay deb turibdi o'zi. Mashaqacha ketib o'rgan bu mamaqacha. O'zi bilasizlar, mana bunaqa joyini svarkalab berardim ko'p. Hozir bu mash tarafi, mana mash taraf. Bu tarafi orqa bo'lsa, oldi tarafi mana bu bo'lishi kerak. Mana shu joyiga shunaqa bo'lagini qo'yib, svarkalab qilib berardim doim. Shu taraf sinib ketadi o'zi, tekkan kasallar yo'llaga. Shu tarafini svarkalab to'g'rilab berardim doim. Endi mana bu tarafi keldi. Xudo xolasa yaxshilab qo'ldan keyincha chiroyli svarkalab berishga harakat qilamiz. Bunaqa bo'laklari ham sinib ketibdi. Buni ham mo'ljallab ko'ramiz qani qo'ldan keyincha. Uning ichida o'sha reduktor bo'ladi. Reduktor urib, shunaqa yorib chiqqan. Bu reduktor urib yorib chiqqan sababi ichiga bitta dzyuvichga bunaqani nima shestrdan tushib qolib, bir-birining orasiga shu yerdan urib chiqibdi, shu past tarafdan. Xudo xolasa endi to'g'rilab beramiz. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar biz olib kelaverasizlar. Qo'ldan keyincha chugun, nержавейка, titan hammasini svarka qilamiz. Alyumin hammasini. Manzilimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida. Bunaqa ishlar bo'lsa bemalol hammasini xohlasanglar bu Arionlarni gulshturigacha, mana shunaqa chuluglarni mana shunaqa joylarigacha svarka qilamiz, mana shu joylarigacha. Bundan tashqari motoblok, mototsikl, skuter, kvadrotsikl hammasini remont qilamiz. Bularni zapchasiga ham olamiz, bularni zapchasini topib berishga ham harakat qila olamiz. Shunaqa xizmatlarimiz bor, olib kelaverasizlar. Endi buni ochib, kesib, to'g'irlab, yaxshilab ulab beramiz. Xudo xolasa qo'ldan keyincha to'g'irlab. Videoni ham oxirida hali ko'rsatamiz. Like, podpisatsiyani ayamanglar, bosib qo'yinglar. Xudo xolasa qo'ldan keyincha xizmatlarimiz shunaqa ishlar bo'ladi. Bunaqa saralkaga iloji boricha akalar, mana shu mana yog' saralkali narsalarni mana shunaqa yuvib, mana hozir ko'rasizlar. Yuvib, tozalab kesinglar. Bu yerda men qiynalmay ishlayman. Keyin svarka kачество bo'ladi. Mana bu akamiz ham bitta saralka bilan yuvib, bitta karchir urib kelibdilar. Mana top-toza, xudo xolasa. Bir xillarnikida yog' oqib, yog' erigan sari erib oqib, u olov bo'lib yonib, bir xilda qiynaydi. Shuning uchun iloji boricha shuni yaxshilab qilishga harakat qilish kerak. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shunaqa xizmatlarimiz bor. Telegram, Instagram, YouTube, TikTok hammasida Jamol usta deb yozsanglar, kanalim, gruppalarim bor. Keyin bizda reklama xizmatlari ham mavjud. Telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Telefon nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Motoblok, mototsikl, kvadrotsikl, nima texnika bo'lsa, YouTube kanalimga reklamaga qo'yib berishim mumkin. Xudo xolasa olib kelaverasizlar qo'ldan keyincha. Remont ham qilib beramiz. Keyin akalar, YouTube kanalimga reklama qilib qo'yib berish, agar menda remont qildirsanglar, remont qilayotgan paytimdagida, remont qilib bo'lganimdagizda reklamani qo'yib ketaverishim mumkin. Uning ichida bo'lib ketadi. Mehnat haqqi, motoblok remont qilganlarim, ishlarim ichida reklamani qilib berishim mumkin. Yo bo'lmasam, отдельно unaqa qilinadigan bo'lsa, telefon qilasizlar, gaplashaveramiz. Reklama xizmati, mototsikl, kvadrotsikl, motoblok hammasini shunaqa qilib beramiz. Reklama xizmatlarimiz mavjud. Xudo xolasa, bemalol telefon qilasizlar, reklama qilib bera olamiz. Shu YouTube kanalimizda motobloklarni, traktorlarni, skuter, nima texnika sotilsa hammasini reklama qilib beramiz. Remont ishlarimiz Toshkent viloyati Piskent tumanida akalar. Shunaqa chugun ishlari, boshqa ishlari bo'lsa, bemalol qo'ldan keyincha 100% qo'ldan kelgancha harakat qilamiz, lekin hech qaysi ishimizga garantiya bermaymiz. Garantiyani Alloh beradi, biz 100% qo'ldan kelgancha harakat qilamiz. Yaxshi bo'lishlikka, yaxshi qilib berishlikka, chiroyli qilib berishlikka harakat qilib beramiz. Xudo xolasa, inshaalloh yaxshi kunlaringizga xizmat qilib beradi biz qilgan texnikalar. Shunaqa gaplar. Endi buni akalar svarka qilamiz, xudo xolasa. Keyingi etapini keyin ko'ramiz, chiroyli qilib. Xo'p.
Mana xudo xolasa svarkalab qo'ydik. Polni bu tarafigacha ichini ham svarkaladik. Hammasini svarkalab qo'ydik xudo xolasa. Ana shunaqa gaplar. Xudo xolasa shunaqa xizmatlar bo'lsa olib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Hech qanaqa tirishindan yo'q. Bu chugun, toza chugun. Mana shunaqa svarkalab beramiz. Endi qaysi bir chugunlar yomon bo'ladi, qiynaydi. Qaysi bir chugunlar oson bo'ladi. O'shaning uchun qo'ldan kelgancha shunaqa xizmatlarimiz bor. Olib kelaverasizlar. Qilaveramiz. Buni endi ichki tomonini balgarkada chaqlab tashlashadi. Balgarkada chaqlab, ichiga tushadigan qilib qilishadi. Men faqat svarkalab bergan bo'ldim. Bu aryollarni ko'p mana bu joyini ham ko'p svarkalab berganman. Videolarimda ko'rgan bo'lsanglar, mana shu joyi svarka bo'ladi doim. Xo'p, shunaqa gaplar. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpisatsiya bosib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Tinch bo'lasizlar, rahmat hammaga. Assalomu alaykum hammaga. Xo'p, bizga skuter keldi, elektroskuter. Elektroskuter emas. 25-24 tezlikdan oshmaydigan bo'lib qopti. Tezligini shuni endi hozir tekshirib ko'rmoqchi biz. Tezligini oshirish kerak deb ko'ramiz. Bu katta skuter. Ota nima ekan, otini bilmadim endi. Shunaqalar bo'lsa remont qilib beraveramiz. Qo'ldan kelgancha akkumulyatorlarni tekshirib, motobek ekan. Hammasini to'g'rilab beraveramiz. Bundan tashqari generatorlarni remont qilamiz. Mana motobloklar kelgan. Mana skuterlar bor bu yoqda ham. Bularni ham remont qilishimiz kerak. Mana akkumulyatorni to'g'rilab qo'yganmiz, egasini nomerini topolmadik. Egasi nomeri o'chib ketib qo'ygan. Shuni endi to'g'rilaymiz. Manzil Toshkent viloyati Piskent tumanida. Olib kelaverasizlar. Qo'ldan kelgancha to'g'rilab beraveramiz. Mana bunaqa miyada ekan. Bu yoq akkumulyatorlar mana. Endi akkumulyatorlarni birinchi o'rinda tekshirib ko'ramiz. Nima bo'lgan ekan, akkumulyatorlar yaxshimi, yomonmi? O'ziga qarab to'g'rilab beramiz. O'tsak bilinadi. Ne olib ketasan, Shamshod?